Xo'p, bolalar, endi ham ishondinglarmi bu O'zbekistondagi futbol sharhlovchilarini Real muxlislarga yoqish uchun futbol sharhlashiga? Men neytralman, men professionalman, o'rtadan sharhlayman deb yolg'on gapirib yurganiga endi ishongandirsizlar yo hali ham ishonmadinglar? Kecha o'yinni kim ko'rdi? Real Madrid Celta 0-2. Celta Santiago Bernabeudan ajoyib g'alaba bilan uyga ketyapti. Lekin sharhlovchi o'yin paytida Celta hujumga o'tgan vaqtlarda hech narsa demadi, sharhlamadi. Biron bir gap so'z aytmadi, qoyili. Real futbolchilariga to'p tushishi bilan sharhlab ketyapti. Celta paytida jim. Vaholanki Celta tiki-taka bilan hujumlarga o'tib ketgan edi. Himoyadan chiqib ketishlari, hujumga o'tishlari, kontra-atakalar, La Ligani Instagramdagi rasmiy sahifalargacha qo'yib yubordi videolarini. Lekin sharhlovchi hech narsa demadi. Qoyil qolish kerak, to'g'rimi? Real Madrid yutqazsa O'zbekistondagi sharhlovchilar Real mag'lubiyatiga sabablarni sanab tashlaydi, bahonalar qiladi deganimda ishonmaganlar. Qani sizlar endi? Eshitdinglarmi nimalar deb tashlaganini? 6 ta himoyachi yo'q degan gapini bir 10 martalar aytdi. Qoyili, gap so'z yo'q. Hakam, jarohatlar, Alonsoni taktikasi o'xshamayapti, futbolchilar noaniq zarba beryapti. Balki Celta yaxshi o'ynagandir. Celta ham taktika qilgandir, ularda ham trener bo'lsa kerak. Gapir shuni. Yo'q, nima kerak gapirib, to'g'rimi? Celtani himoyachini ustidan kulyapti, outga chiqarib yorib, ana emotsiyada baqiradi. Himoyachilar hujumni qaytargandan keyin yes deb o'zini harakatlaridan mamnun bo'lib, zo'r ish qildim deb o'zidan xursand bo'lib ketsa, gol urgandek xursand bo'ldi. Gol urgandek xursand bo'ldi. Bo'lmasa oddiygina bu out bu. Qaranglar, gol urgandek xursand. Agar Real himoyachisi xuddi shunaqa hujumni qaytarib, yes deb baqirsa, ana xarakter. Ana Real Madridda bu Carreras, bu Alonso, bu bir balo deb maqtab tashirdi. Men sizlarga aytayapman, ko'rganman shunaqasini. Bundan keyin ham qiladi, hali qarab turinglar. Mana sizlarga ana jasorat, mana gladiator, mana haqiqiy jangchi deb tashagan bo'lardi. Celtani futbolchini ustidan kulib tashlayapti. Aslida Celtani himoyachilarini maqtab, Vinicius bilan Mbappega o'yin bermaganligi uchun Vinicius ustidan kulish kerak edi. Vinicius nima qildi? Yana penalti ishlamoqchi bo'ldi. Yiqilib sudyaga qarayapti, simulyatsiya qilib, sariq berish kerak o'sha paytda. Gapirdimi? Yo'q. Nima gapiradi? Real muxlislarga yoqish kerak-ku. Real muxlislarga yoqmaydigan gaplarni gapirmaslik kerak-ku. Men sizlarga nima degan edim? Kommentga yozinglar, o'yinni ko'rganlar bormi o'zi? Balla, qachongacha bunaqa qilmoqchisizlar? To'g'risini aytinglar, iltimos. Yo nima qilay, ko'chib ketaymi O'zbekistondan? Ha? Agar Barselona yutqazib qo'ysa bormi? Raqiblarini maqtab, Barsani yerga urib, hech qanaqa sabab sanamaydi bular deganmidim. Mana sizlarga bitta misol.